matoyimizni yuvgandan keyin kirishadimi yo'qmi, dazmolda kirishadimi yo'qmi, bugun shuni sinab ko'ramiz. Bittadan eksperiment uchun kусок kesib oldim, bittadan mana solishtirishga kусок kesib oldim. Ikkalasini suvga solamiz. Ishqalab yuvamiz. Ana endi buni quritib, dazmollab, solishtirib ko'rsatamiz. %100% paxta matosi baribir ozgincha kirishi yoki bo'lmasam sal formaga kirishi bor. O'shaning uchun 5% elastdan forma buzolmasligi uchun ishlatiladi. Atak o'tdi, eksperimentda pashta bir xil chiqib qoldi.